Hurmatli obunachilarimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz keldi. Boshlanish turadigan avtomashinamiz mana shu bo'ladi. 3 ta detalda kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan. Detallarga pitno qilib sepilgan. Hurmatli obunachilarimiz, salonlarni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli holatda. Yumshoq chexolchalar. Bagajini ko'rsatamiz. Balonlari o'rtacha ekan. Zapaskalarni qaranglar. Juda chiroyli holatda. Mashinamizni bitta obzorni chiroyli qilib olib beramiz YouTube obunachilarimizga. Salon qismlarini ko'rdilaring, juda chiroyli holatda. Motorlari ishlab turishi juda chiroyli holatda. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamizda xarajati yo'q. Bir so'm xarajati yo'q, juda chiroyli holatda ekan. Kimga qiziq bo'lsa, boshlanish to'lovsiz avtomashina aloqaga chiqasizlar. YouTube, Telegram, Instagram kanallarimizga qo'yamiz. Yuqoridagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, juda chiroyli holatda oylik to'lovlarni hisoblab beramiz.